Brother, bugun savdong xeyli yaxshi ekan, ha? Bo'p qoldi. Bugun bir bola birini setib olgan edi. Keyin boshqa bolalarmi agishiblik kelib setib oldi. Qizib ketdi. Lekin rost o'xshabdi. Albatta-da. Birdamdan keyin Bali Turmilning puli 50 yuan. Avatba. Tuzuk gap qila, bu 10 yuanga setiladi-ku. Qo'lingdagi 50 yuan yaraydi. 50 yuan avatib bersang, bugun naqd 500 yuan topgan bo'laman. Qani digna, bunda qilsang qachonlarda 1 million topa olaysan? Buningga ish bo'lmaganda 4-5 yil ketarmikan. 4-5 yil. Demakchi bo'g'uning 4-5 yildan keyin bizning yezidagi eng boy odamga aylandi ekansan-da. Albatta. Bo'ladi ekansan. Hey. Men bilan birlashgan. Non yiqib yurma. Bo'ldilar. Nima? Mening o'zimga tayinib pul tepib, ma'nisi bor ishlarni qilg'im bor. Ma'nilik ishlamsan? Men bilan pul topsang ma'nisi bo'lmamdi-ku. Ya, undaq demoqchi emasman. Men faqat nonni yaxshi yiqib, hozirgi ishimning uddasidan chiqsam ekan deyman. Qara yarmaslig'ingni. Men mushunchalik ish qila olmayman. Ag'ina, mening arzuyim bakli oddiy. Men faqat har kuni Aynurni ko'ra olsamla shunda xush bo'lib ketaman. Uning ustiga u xush bo'lsa, men xush bo'laman. Uning xushalligini pul bilan setib olmaydi. Yana meningmi uningga o'xshash boshqalarga yordam qiladigan ishlarni qilg'im bor. Keram. Yana bir deb qo'yay. Singlim ikkimlab faqat maskanmaysizlar. Ha? Zavod qiladigan ishim bor edi. Men mangay. Sho'ji bizga shundoq cho'ng zakaz ib beribdi. Shunga ismini qo'shib ishlayman. Ma'lum-a? O'ldira. Qorong'i tushib ketdi. Bundaq tirishib nim qilsan? Chunki Aynur tirishchan, mas'uliyat tuyg'usi bor erlarni yaxshi ko'rdi. Uning ustiga direktor bu zakazni bitkizgandan keyin mukofot pulini taqdi ekan. Gapni bundaq yozib olganing bilanmi? Senmi shu pul tepish uchun qilyapsan bu? Shundoq, pul tepish uchun shundoq qilyapman. Pul bo'lsa, menmo Aynurni yaxshi kunga erishtira olayman. Senmi uni shaharga avatib etib, boy birsiga yotliq bo'lsin demaydigan sen? Keram. Hozir singlimning ismini eg'izingni tushirmaydigan bo'lib qoldi. Boshqa ishlarni o'ylab baqsang bo'lmamdi? Aynur mening. Og'zingni yuma, jim tur. Jima? Mening Aynurni xushal kunlarga erishtirdim. Voy. Direktor. Bugun qanchinchi to'mirdan yoqqaman. Bugun akşam ismini qo'shib ishlab, cho'qim birinchi bo'laman. Endi non yoqmang. At o'rab qachalashi uyga berang. Ha? Baldur qaytib baramaylang. Men mang'ashtiray. Bu bizning o'rab qachalash uyimiz. Direktor. Siz menga faqatla ishonmaydi ekansiz. Ha? Rahmat sizga. Boshqalar qani? Qag'illar non yoqili ketdi. Bundaq desangiz menga azor bersiz ham haqoratlagan bo'lasiz.